sahobalarning majlislariga farishtalar kelgan. Farishtalar Jibril alayhisalom kelganligi haqida mana aytilgan. Kofirlarning majlisiga shayton kelgan. Ko'ryapsizmi, kim qaysi majlisda o'tiribdi? Kimlarning majlislarida kimlar o'tiribdi? Sahobalar bilan farishtalar o'tiribdi, kofirlar bilan shayton o'tiribdi kelib. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Makkadan quvib chiqaramiz yoki o'ldiramiz deb maslahatlashayotgan paytlarida shayton odam suratida kelib majlisga qatnashadi. Abu Jahllar bilan gaplashib o'tiradi shayton. Demak, zikr majlisi bu farishtalar majlisi deyiladi. G'aflat, lag'u, behudalik majlisi, botil majlislar shaytonlar majlisi bo'ladi. Endi har biri o'ziga yarasha suhbatdoshlaridan nasibalarni oladi. Shaytonning majlisida o'tirganlar o'zini nasibasini shu shaytonlardan oladi albatta. Unga ta'sir qilmay qo'ymaydi uni hayotiga, qalbiga, ongiga, zehniga, fikriga, yo'nalishiga. Ta'sir qiladi albatta u majlisda o'tirgandan keyin. Xulqiga va yaxshilar majlisida, farishtalar majlisida o'tirganlar uchun ham albatta ulardan nasib oladi. U majlisga Alloh taolo bergan barakotlar, nur, hidoyat, tavfiq, yaxshiliklar bilan turib ketadi majlisda. Hatto shu ilm majlislarida, zikr majlislarida o'tirganlar o'zi ham qanchalik saodat bilan, rohat bilan o'tiradigan bo'lsa, u bilan birga suhbat qilib o'tirganlar ham qanchalik foyda oladi masalan. Mana bu zikr majlislari eng muborak majlis bo'ladi. Bunday majlislarda o'tirgan odamlar qiyomat kuni hasrat, nadomat chekmaydi. Bekor o'tiribman mana shu ilm, zikr majlislarida, attang, qayoqdan ham o'tirdim deydimi? Yo'q, aksincha, xursand bo'ladi. G'ofillar nadomat chekadi. Qayoqdan ham mana shularni do'st tutdim hayotda? Nega shular bilan bordi keldi qilib yurdim? Nega ular bilan o'tirdim bitta majlisda deb qiyomat kuni nadomat chekadi kerak bo'lsa. Shaytoniy majlisda o'tirganligi uchun.